بخشش به نامی بسیار با نام احمد محمد şu ravzalarga, nimalarga ayog'ing yetdi, hammamizni nomimizdan salomda bordik. Payg'ambarimizni chiroyli aligini bizni diyorimizga xursandchilik bilan, to'qlik bilan, hammamizni to'y ustida ko'rishish bilan olib kelgan. Rizqi ro'z, xalqi rizqi ro'zini olib kelganing chin bo'lsin. Shu o'tirganlarni ham oyoqlarini Parvardigor Ka'batullohga chaqirib, katta umrlarga borib kelaylik. O'zingni bolalaringni, nabiralaringni, qiz o'g'illaringni iloho yana shu kunlarga yetkazsin. Senga mana shu madad qilib yurgan o'g'illaring begona diyorlarda musofirlik joyda ishlaydi. Shularni ishlariga Xudo baror bersin. Hammasini ishini o'ngidan olib kelsin. Chol kampir ko'cha qari jami'i qiladigan tavofing va duoing va namozing va ro'zang va ehsoningni Xudo jami'i amolinga kitobat aylagi bo'lsin. Amin. Shu bolalarni hammasini quvvati bossalardi, mana shuncha joyga erishganlaringga bundan ham bolalaringga ziyoda davlatlar bersin. Shu Koreya bolamizni o'g'il berib yana shu nima deydi? Katta aqiqalar, to'ylar qilishni Xudo nasibing aylasin. Xudo erinlaringni ilmli, bilimli, katta joylarga ishlaydigan, zabonlarini burroq qilib qoriyalar qilsin. Ka'balarga imom bo'ladigan erinlaringdan Xudo nasib aylasin. Hammamizga ham nasib aylasin. Amin. Parvardigor bu dunyoga ro'za namozimiz qabul va mag'firat. Xonai oxiratda rihlat qilganimizda hammamizni Parvardigor iymonimizni hamrohimiz qilsin. Amin. Savollarimizni oson qilsin. Amin. Gudashtalik pul isrofimizni oson qilsin. Xudoyo umid bilan yuramiz. Allohdan so'raymiz. Xudoyo siri havji Kavsarga payg'ambarimizni kaftidan suv ichishda hammamizga Xudo nasib aylasin. Parvardigor hech tovar xabar olamiz, ehson qilamiz. Shu ajrimni yozgan bo'lsinki, soyai arshiga Xudoyo Allohim hammamizni yo'l bersin. Oxiratga rayhonlariga jobajo qilsin. Jami'i nimasidan umidvormiz, jannatidan umidvormiz. Qabrlarimizni bog'cha jannatga aylantirsin. Jannatlarga yo'llar ochsin Parvardigor. Amin. Shu mana bugun hammamiz bir yaxshi mahfilda o'tiribmiz. Allohdan so'raymiz, so'ragan narsalarimizni ijobat aylasin. Amin va robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Alloh. 100 yoshda ham mana shunday xushro'y bibi bo'lib yuring. Amin. Nasibaga jo'natib qo'yinglar. Ay. Yaxshi gapiradi.